sallaga tarbiya bergan ota-onangni o'zi miyasi qurtlab zax bosib ketgan, senga o'xshagan bir nobob farzandlar dunyoga kelgan. Nog'ron, o'zi qo'lingni qahqada qilsan o'zingni. To'g'ridan to'g'ri nogironligi bo'lgan shaxsni haqorat qilyapti. Videoning davomini ko'ramiz. Akajon, bitta uzuv bering. Nog'ron, o'zi qo'lingni qahqada qilsan o'zingni. Bo'lmasa sipochka bering. Sipochka taqish uchun bo'yin bo'lish kerak, Nog'ron. Mayli, sizga Xudo insof bersin. Nogironligi bo'lgan shaxsni haqorat qilishga sallani nima haqqing bor? Nogironligi bo'lgan shaxsni taqirlashga sallani nima haqqing bor? Nogironligi bo'lgan shaxsni masxara qilib olib chiqishga sallani nima haqqing bor? Prezidentimiz nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat siyosati darajasigacha olib chiqyaptilar. Nogironligi bo'lgan bolalarni meni eng katta maqsadim oddiy maktabga moslashtirishimiz kerak. Hayotga moslashtirishimiz kerak. Uni dunyoqarashi o'zgaradi, fikri o'zgaradi, hayotga ishonadi, kasalliklarni ham unutadi. Bu mana shu muhit tayinlashimiz kerak. Muhit eng asosiy. Hozirgi tayloq tajribasini har bir viloyat hokimi, rayon hokimi o'rganib, har bir maktabga shunday qilsak, mana ko'ryapsizlarmi? 90% nogironligi bo'lgan bolalar oddiy maktabga borib o'qishni davom etyapti. Bu bizda juda katta yutug'imiz, jamiyatimizning yutug'i. İnson qadri degani, tasavvur qilinglar, ota-onani xursandchiligi, roziligi qanday. Farzandi ularda oddiy maktabga boryapti. Mani Yuqorida ko'rdinglar, prezidentimiz nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat siyosati darajasiga olib chiqyaptilar. Ularni inklyuziv jamiyat, ya'ni jamiyatga qo'shish sharoiti uchun har xil qonun qarorlarini chiqaryapti. Bu beparosat vaynerlar, bu beparosat ahmoq vaynerlar. Mana ko'rdinglar, o'zingizlar yuqorida eshitdinglar. Ey, sallani nogiron qavmi qarindoshing bordir sallani. Salla o'zlari ertaga kim kafolat beradi sallani ertaga nogiron bo'lib qolmasligingga. Soqolingga boru, sani boru ishonlaring, men sallani topaman, o'sha soqolingni men o'zim yoqib yuboraman sallani nogironni haqorat qiladigan. Ey, shunaqa nogironligi bo'lgan shaxslar borki, sendan ustun bilasanmi? Shunaqa nogironligi bo'lgan shaxslar rahbarlik darajasida ham ishlab yuribdi. Shunaqa nogironligi bo'lgan shaxslar borki, ihson so'rab o'tirmaydi. Davlatga chiqib menga u kerak, bu kerak deb o'tirmaydi. Senga o'xshagan bir iploslar, bir sandaka bir nobob qanaqa farzand salla o'zi. Ey, sallarni o'sha tarbiya bergan ota-onalar, ey ota-onalari, salla tirikmi salla? Qanaqa farzand tarbiyalagan salla nogironni haqorat qiladigan. Men bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va yuqori turuvchi struktura, meni sizlarga talabim, bu ifloslarni topib, qonunchilikda ko'rsatilgan Jinoyat kodeksi 139, 140, 141-moddalari bilan ularni tortib, ularni kerak bo'lsa ma'muriy javobgarlik, ya'ni 15 sutkadir yoki o'sha qonunda ko'rsatilgan tartibda ularga chora ko'rishlarni men talab qilaman. Ko'cha-ko'yda ko'rsam, oyoq qo'lingni sindiraman tvardlarni. Lekin topaman xudo xolasa. Kerak bo'lsa ko'proq ham. Bu yerda men bitta qo'shimcha qilay, Azambek, ko'p gapiryapman, rozi bo'lasizlar. Kursimiz nihoyasiga yetyapti, lekin siz tugatib berishingiz mumkin yuqori notalarda. Davlatimiz imkon qadar qo'lidan kelgancha sharoit yaratib beryapti. Men jamiyatga qarata aytaman va ota-onalarga va nogironligi bo'lmagan shaxslarning ota-onalariga qarata aytaman-da. Nogironligi bo'lgan shaxsni ko'rganingizda teskari qarab o'tib ketmang. 1. Nogironligi bo'lgan shaxsni ko'rganingizda ahmoq odamga, ovsar odamga yo va hokazo odamga muomala qilayotgan muomalani qilmang. Nogironligi bo'lgan shaxsni ko'rganingizda yosh bolaga qilmoqchi bo'lgan muomalani qilmang. Unutmang. Nogironligi bo'lgan shaxslardan TikTok platformasini yaratgan insonlarimiz bor. Nogironligi bo'lgan shaxslardan samolyotni, aviatsiyani dispetcher bo'lib boshqarayotgan shaxslarimiz bor. Nogironligi bo'lgan shaxslardan deputatlarimiz bor. Nogironligi bo'lgan shaxslardan kelajakda hokimlarimiz bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxslardan ertaga prezidentimizning yordamchilari bo'ladi. Unutmang, nogironlikdan hech kim kafolatlanmagan, ertagi kunni hech kim bilmaydi. O'shaning uchun nogironligi bo'lgan shaxsni ko'rganingizda siz uni qo'liga 5 ming, 10 ming, $1000 bermang.
nogironligi bo'lgan shaxs bilan teng inson kabi, shaxs kabi, bitta inson, oddiy shaxs kabi gaplashing. Ana o'shanda biz, siz, davlatimiz barcha xohlayotgan, bilayotgan va istamoqchi bo'lgan va bilmoqchi bo'lgan jamiyatni biz tuzamiz. Shunday. Rahmat. Ajoyib xulosa bo'ldi. O'zingizni asrang, sog'lik, omonlik. Keyin ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr.